Havoda umuman ekologiyamizda zaharli zarralar mavjud. Aynan mana shular haqida navbatdagi lavhada ma'lumot beriladi, marhamat. Tabiatga yetkazilgan zarar uchun qanday javobgarlik masalasi bor? Hozirgi kunda ushbu savol juda ko'pchilikni qiziqtiryapti, chunki ijtimoiy tarmoqlarimizda ham yetkazilgan zararlar uchun bir qancha javobgarlik va shu bo'yicha ma'naviy zararlarni undirish holatlari kuzatilyapti. O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va jinoyat kodekslari bilan ekologiya sohasidagi jinoyatlar mavjud yoki tabiatga nisbatan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik masalalari ko'tarilgan. Bu bo'yicha Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-moddasidan to 90-moddasigacha bo'lgan moddalarning aksariyati tabiatga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik masalasini ko'taradi. Ya'niki bu eng minimal bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravardan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima eng oddiy bo'lgan huquqbuzarlik uchun. Bundan tashqari daraxtlarni kesgani uchun qanaqa javobgarlik bor degan masalalar ham bor. Unga nisbatan javobgarlik chorasi alohida bo'ladi. Ya'niki davlat tomonidan ajratilgan javobgarlik chorasi alohida bo'ladi hamda ikkinchidan o'sha daraxtlarni kesganligi tabiatga qanchalik zarar keltirganligidan kelib chiqib, unda ekspertiza qilinadi va ekspertiza xulosasiga asosan qancha miqdorda tabiatga zarar yetkazganligiga qarab ma'naviy zarar undiriladi. Misol uchun bilamiz 300 million, 500 million, hatto 1 milliardgacha tabiatga yetkazilgan zararlar uchun ma'naviy zararlar undirilgan. Bu masala alohida. Ikkinchisi davlatimiz tomonidan shu huquqbuzarlikni sodir qilganligi uchun ham javobgarlik chorasi bor. Albatta tabiatga yetkazilgan zararlar uchun tarmoqlar juda ko'p. Men misol uchun hozir bitta daraxtlarni kesish misolida aytdim. Bundan tashqari ov qilish qoidalarini buzish yoki qizillik kitobga kiritilgan hayvonlarni yoki qizillik kitobga kiritilgan o'simliklarni nobud qilish masalasi bor. Chiqindilarni o'sha belgilanmagan joyga tashlash uchun bu ham albatta tabiatga yetkazgan zararlardan biri hisoblanadi. Hukumatimiz tomonidan, davlatimiz rahbariyati tomonidan shunday bir imtiyoz joriy etilganki, shu tabiatga yetkazilgan zarar to'g'risida xabar berganligi uchun ham qanchalik miqdorda o'sha jarimani qanchadir foiz miqdorida o'sha xabar beruvchiga nisbatan o'sha imtiyoz sifatida beriladi. Ya'niki o'sha daraxtlar kesilgandan keyin shu hodisaga guvoh bo'lgan shaxs shu to'g'risida ma'lum bir o'sha mas'ul tashkilotga yoki vakolatli organga murojaat qilsa, o'sha yetkazilgan zarar yoki javobgarlik chorasining o'sha belgilangan jarimaning qanchadir miqdorida u foyda oladi. Bu albatta jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Albatta bu jamoatchilik nazoratini shu huquqbuzarliklarga qarshi bo'lgan o'sha choralarni belgilashda asosiy rol o'ynaydi.